Kuygan hidi chiqdi. Ha, ja kulguli. Qo'limni kuydirib Qani? bordir. Faqat o'sha malhamni surtishdan qo'rqyapmiz. Samira, Shohrux aka. Ko'zlar o'sha dardingizga davo qilishga turgandir. Sizga mana shu kitobni o'qib beraymi? Yo'q, olayman. Siz bilan endi har xil mashqlar qilishni boshlaymiz. Buguncha mayli sizni qiynamayman. Lekin ertadan aytganim men Akbarni olib ketishim kerak. Yur. Uyga bilasanmi kim keldi? Samira keldimi? Yo'q, boshqa odam. Qani yur, hozir ko'rasan. Ke o'g'lim, Qani o'tir. ke bolam. Ehtiyot. Ishonaverma. Qahramonlarimiz bilan tanishing. Tulkoy, Salom. Quyonvoy, tomoshamizni boshladik. Voy. Qutqaraman. Faqat bitta shartim bor. Nima shart? Nima shart ekan? Tushlikka do'stlaringdan topib berasan. Yo'q. Do'stlarim emas. Men senga tovuq. Voy Tulkoy. Ha, bo'rivoy. Quyonvoyni ko'rmadingmi? Voy. Ko'rganim yo'q. Yo'q, aldama. Voy, bo'rivoy to'xta, men hammasini tushuntirib beraman. Iltimos, meni yema. Ha, xo'p. Qani Quyonvoy? Orqamda. Ha? Meni ham qornim och. Yo'q. O'zim yeyman. Yo'q. Berasan. Bo'lmasang qochirib yuboraman. Ha, bo'pti, kelishdik. Quyonvoy. Ha, Bo'ri ketdi, chiqaq. ketdimi? Ketdi, vahima qilma. Ke, Rahmat senga. arzimaydi. Ke bir bag'rim. Ayiqvoy, bular meni yeb qo'ymoqchi. Senlar quyonni yemoqchimisanlar? Haligi. Yo'q. Yo'q, buni Quyonvoy. Voy, sizga rahmat, ayiq polvon. Bundan keyin bu o'rmonda ehtiyot bo'l. Xo'p, senga har doim yaxshi gapirgan do'st. Alo, eshitaman. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shohrux aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Hozirmi? Ertagimiz Ha, sizlarga hozir. yoqqan bo'lsa, Hozir. Dada, mana shu uylarni remont qilish kerak ekanda. Ancha remontga eskirgan. Menga nimaga kerak? Ta'mirla. Nega unday deysiz, dada? Mana o'g'il o'rdi, o'g'il bo'lsam sizga. Ha, narigi kuyovingiz o'ziga to'q bo'lsa. Qada xabar keldimi sizga? Nima, meni o'limimni istayapsizmi? Ay, yo'q ey dada. Shunchaki hali ko'p yashaysiz, dada. Qizingizni, nabiralaringizni Qornim to'q. Oshxonaga kiring. Muzlatgichda ovqat bor. shu ertalab yaxshi choy ichmaganimda. Bugun Akbarjonning kayfiyati juda ham yaxshi. Siz ham u bilan yaqindan tanishib oldingizmi? Nima, siz bu bilan seni yoqtirmayman demoqchimisiz? Axir meni yaxshi ko'rasiz. O'zingiz shu uyga meni olib kelgansiz. Ozodga nima bo'ldi? Bu yerga jasadi keldi deb eshitdim. Shohruxga aytgan hamma gaplarini eshitdim. Samarqandda yoqtirib qolgan yigiting shumi? Hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Nimaga qo'rqoqlik qilyapsan, Shohrux? Nimaga? Samira, Shohruxni yoqtirib qolganga Shu oilada yurak shunchalik chuqur qon kechadiki, nafaqat ko'ngillar, hatto devorlarning ham nafasi siqiladi.
Shifoxona xonasida Akbar o'tirar. Ko'zlari yumuq, tanasi egri, yuragi esa bir o'zi qolgan. Shirin u yerda turibdi. Qo'lida igna, ko'nglida savol. Guljaxon eshik oldida turibdi. Qaytmaydi degan qaror, bola degan mehr. Bu epizodda shu 3 narsa, yurak, igna va qaror bir-biri bilan to'qnashadi. Lekin hech kim sezilmaydi. Tomoshabin esa nafasini ushlab, sahna tugaydiguncha kutadi. Va biz bugun shu to'qnashuvning tagiga, uning ostidagi yorqin, sovuq, achchiq haqiqatlarga tushib boramiz. Avvalo buvim bilan Samiraning sahnasidan boshlanay. Buvim Samirani asal qizim deb kutib oladi. Nonushpaga o'tiradi, dardlashadi. Bu epizodda yuz berayotgan eng chuqur jarohat shu yerda. Buvim o'zining bevasi o'g'lining xotini bilan, ya'ni kelini bilan yolg'iz qolmoqchi. Shu holat ikki narsani bildiradi. Birinchidan, buvim Samirani chinakam oila deb qabul qiladi. Ikkinchidan, oila Samiraning o'rnini doimo buvimga ana, buvim bor-ku deb to'ldirmoqchi. Lekin buvimning hikoyasi hamon eshitilmagan. Va aynan shu hikoya bugun biz uchun yurakning kalitiga aylanadi. Buvim aytadi, bir vaqtlar chimildiq tutgan edim, yuragimdan urib ketgandi. Lekin shu urush, men shu yurakni topib oldim. Samira jim tinglaydi, ko'zlari yoshlanadi. Bu yosh Samarqandga, kimningdir kundaligiga, kimningdir yoqtirib qolgan yigitiga emas, buvimning bahoriga. Buvim umrining oxirida yosh va keksaligining orasiga qo'yilgan yashirin mehrni izhor qiladi. Va aynan shu mehr Akbar mashq qilishga rozilik berganda ko'rinadi. Akbar ham, Samira ham his qiladi. Chin sevgi yurakni davolaydi. Akbar bilan Samira o'rtasidagi masofa yana avj olgan. Akbar aytadi, men senga aytganim yo'q edi, Samira kelasanmi? Bu nafaqat savol, balki yurakni so'nggi marotaba siqish. Akbar o'zi biladi, kasal, lekin yuragi sog'. U yuragida Samirani ko'rgan. Shuning uchun hech qanday hamshira, hech qanday mashq, hech qanday igna uning davo emasligini biladi. Lekin Akbar buvimning hikoyasini eshitgach, oilaning fikrini qabul qiladi. Bu Akbar ichidagi o'zgarishning belgisi. U endi Samira deydigan bola emas, u endi men ham o'ylashim kerak deydigan odam. Va shu o'zgarish kelasi epizodlarda qanchalik og'ir oqibatlarga olib kelishini endi ko'ramiz. Shirin hamshiraning kelishi dramatik nuqta. U professional, xotirjam, ehtiyot. Lekin oilaning ko'zlari unga boshqacha qaraydi. Guljaxon uchun u Akbarning davosi. Farida uchun u Guljamolning o'rnini to'ldiruvchi. Gulnora uchun u choy keltiriladigan mehmon. Bu 3 qarash Shirinning kelajakdagi fojiaviy rolini ko'rsatadi. Shirin sekinasta oilaning ichiga kirib boradi. Avval choy so'raydi, keyin samimiy hazil qiladi, keyin esa kasallar haqida aniq fikr bildiradi. Uning har bir harakati ehtiyot, professional, lekin oila uni oddiy mehmon deb o'ylaydi. Sato. Shirin oilaning ichki mojaroni sezmay qolmaydi. U Akbarning psixikasini o'qiy oladi. Po'latdan shekilli degan iborasi Shirinni qo'rqitmasligi kerak. U biladi, Akbar o'zini yengil ko'rsatmaydi. Lekin oila Akbar haqida nima o'ylashini Shirin juda yaxshi tushunadi. Va aynan shu tushunish kelajakda Shirinni qora roliga aylantiradi. Shirin va Akbar o'rtasidagi sahna juda nozik. Shirin qo'lida igna, ko'nglida ro'yxat. Avval so'raydi, qaysi qo'lingiz og'riydi? Keyin aytadi, kechqurun dori yaxshi ta'sir qiladi. Keyin aytadi, yaxshi choy iching. Va oksirida bugun tanishib oldik. Bu suhbat oddiy ko'rinadi. Aslida bu Akbarning sezgisini o'lchash. Shirin Akbar bilan gaplashganda, Akbar Samira so'zini aytadi. Bu Shinamning vatani emas, balki Akbarning vatani. Shirin buni darhol sezadi, lekin javob bermaydi. Va shu jimlik Shirinning chuqur aqliga ishora. U biladi, Samirani qaytarish jarayoni uning ishi emas, lekin shu bilish unga hamroh emas. Aksincha, Shirin shu bilim orqali o'zining pozitsiyasini mustahkamlashga harakat qiladi. Va shu harakat oila ichidagi ziddiyatning yangi qatlami. Ikromning roli ham ahamiyatli. Xabar keldi, hamshira soat 4 ta bo'ladi dedi.
Bu oddiy xabar emas. Bu Ikromning o'yinida bir qadam. U oilaga hamshira keltirgan. Nima maqsadda? Avval aytgandayman. Ikrom ne yondosh rolida. Lekin bugun u boshqacha ko'rindi. U Akbar mashq qilmaguncha Samira qaytmasligini aniq tushuntirdi. Bu Ikromning o'zi emas, balki butun oilaning fikri. Lekin Ikrom bu fikrni aniq, professional, doktorona tarzda aytdi. U Akbarning otasi yoki amakisi bo'lsa ham, u oilaning ichidagi oliy instansiyaga yaqin. Shuning uchun uning har bir so'zi qonun va shu qonun Akbar mashqqa rozi bo'lishini ta'minladi. Lekin Akbar roziligining zamirida nima bor? Yana buvimning hikoyasi. Ikrom buni bilsa kerak. Lekin ko'rinmaydi. Bu dramaturgiyadagi yana bir yashirin chiziq. Endin biznes. Guljamol. Bu eng e'tiborsiz, eng kam gapirilgan, lekin eng ko'p azob chekkan qahramon. Avval u o'qimoqchi edi. Buvim oila. Hatto Farida ham aytdi, o'qisin. Lekin bugun nima bo'ldi? Farida aytdi, hamshira bor, sen uyda bo'l. Uning xohlaganini muhayyo qil. Bu Guljamolning o'qishi tugaganini anglatadi. Guljamol endi Shirinning yordamchisi, choyini damlovchi, kiyimini tayyorlovchi. Bu uy xodimining tug'ilishi va Guljamol yosh qiz. Uning o'qishi oilaning kelajakdagi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyati. Lekin oila buni tushunmaydi yoki tushunadi, lekin e'tibor bermaydi. Faridaga kerak bo'lgan narsa Akbarning sog'lig'i. Agar hamshira yordam bersa, Guljamolning o'qishi pauza bo'ladi. Va shu pauza oilaning iqtisodiy va ma'naviy qashshoqligining belgisi. Guljamol chekka nuqta. Lekin kelajakda Guljamol o'rnidan turadi. Qachon? Qachonki oila hamshiradan voz kechadi yoki Akbar sog'ayib Shirinni kerak emas deydi. Shunda Guljamol yana o'qishga kirishadi. Lekin u yerda yana yangi drama. Guljahon va Farida o'rtasidagi munosabatlar yana chuqur. Guljahon buvimning qizi yoki singlisi, oilaning yuqori qatlami. Farida kelinning qaynisi, o'rta qatlami. Ikki ayolning o'rtasida aniq ziddiyat bor. Guljahon Samira qaytmaydi degan qarorni qabul qilgan. Farida esa hamshira kerak, qiz o'qisin degan fikrni ilgari surgan. Bu ikki qaror bir-biriga zid. Lekin farq shu, ikki ayol ham o'zining pozitsiyasini aytadi. Hech kim boshqasini eshitmaydi va shu jim urush oilaning ichki arxitekturasini ko'rsatadi. Guljahon ona rolida o'ynaydi. Farida menejer rolida. Ikrom murabbiy rolida. Shirin professional rolida. Guljamol qurbon rolida. Samira yurak rolida. Akbar bola rolida. Buvim xotira rolida. Va bu rollar kelajakda almashinadi. Kimdir yurakni tark etadi, kimdir xotiraga aylanadi, kimdir qurbondan qatlga aylanadi. Shu epizodning eng nozik, eng ko'p e'tibordan chetda qolgan joyi Shohru sahnalari. Bu yigit bugun ehtirosga to'la uchrashuvlarga chorlaydi. Avval bugun kechqurun 9larda bo'ladimi deydi. Keyin yana qo'ng'iroq. Samira qaytib kelaman deydi. Bu oddiy ishqiy munosabat emas. Bu oilani buzish uchun uyushtirilgan taktik. Shohir kim? U oilaning tashqarisidagi odam. U Samirani sevadi. Lekin Samiraning o'zi Akbarda. Shohir Samirani o'z izmiga tortmoqchi va uning maqsadi Akbar bilan Samira o'rtasidagi ko'prikni buzish. Bu dramaturgiyadagi eng katta tahdid. Lekin Shohir birinchi marta ko'rinmaydigan, lekin har bir daqiqa ta'sir ko'rsatadigan kuch. Va Faridaga ham, Guljahonga ham Shohir tanish. Farida Shohru qizi emas, o'qishi kerak degan gap psixologik himoya. U oilaning qizi bilan yashirin munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan yigitni rad etadi. Lekin ayni shu rad Shohirning jasoratini oshiradi. E'tibor bering, Shohir Samarqanddan tilga olindi. Samarqandda yoqtirgan yigit bu Samiraning kundaligidagi yozuv. Demak, kundalikka Shohirning ismi yozilgan. Bu ma'lumot hali hech kim bilmaydi, lekin u yaqin orada fosh bo'ladi. Fosh bo'lganda Akbar qaqshaydi, Guljahon quvonadi. Farida esa men aytdim-ku deydi. Va shu fosh butun serialning burilish nuqtasi bo'ladi. Shu paytda Samira qaysi yo'lni tanlaydi?
Shohir bilan qochishmi yoki oilada qolishmi? Mana shu dramatik savol. Va buvim sahnasida yana bir yashirin ma'no bor. Buvim chimildiq haqida hikoya qiladi, lekin Samira jim. Buvimning eshitishni ham, ko'rishni ham, his qilishni ham istagan narsasi Samiraning jimligi. Buvim o'zining yoshligini Samira orqali qaytarmoqchi. Buvimning chehrasi, ko'zlari, qo'llari hamma joyida xotira. Bu go'zal, lekin og'riqli. Va buvimning sabr-toqati butun oilaning moddiy sabr-toqatining ramziga aylanadi. Bu o'limining yaqinligi, lekin buvimning o'zi bilmaydi. Bu epizodda Shirin aytgan "Bugun siz bilan yaxshilab tanishib oldim" degan gap Shirinning Akbarga nisbatan muloyimligi. Lekin shu muloyimlik Shirinning qalbida ham joy borligini ko'rsatadi. Shirin ham ayol. U kasb bilan yurakni birga olib yuradi. Va shu Shirinning kelajakdagi ichki mojarosi. Ya'ni Shirin yaxshi pul topadi, uyda yaxshi yashaydi. Oila ham Shirinni qabul qiladi. Lekin oxirgi daqiqada Shirin oila ichidagi sirni fosh qiladi yoki oiladan shikoyat qiladi. Bu hali noma'lum, lekin ehtimoliy. Va men qaytaman Guljamol haqida. Bu oilaning eng yorqin, eng ozod qahramoni. Avval aytdim, endi u uy qiladi, lekin u orzu qiladi. Orzu, o'qish, kasb, hayotga kelish. Orzu, lekin oila bu orzuni bir lahzada o'ldiradi. Nima uchun? Chunki oiladagi eng muhim narsa uydagi bemor. Bemor tezroq tuzalsin. Shuning uchun Guljamolning o'qishi ikkinchi darajali. Lekin epizodda Guljamolning ko'ngli ko'rinadi. U stolda kitob qo'ygan edi, lekin ular kitobga qo'l urmaydi. Bu oilaning bilimsizligi. Va shu bilimsizlik ularning kelajagi ham, kelajakda Guljamol o'qimagan bo'lsa, oila ham o'sha yerda qoladi. Hech qachon yuqoriga chiqolmaydi. Keling, endi asosiy taxminlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, Akbar mashqni jiddiy boshlaydi. Bu sekin, lekin uzoq jarayon. Shirin aytdi, kechqurunna mashq yaxshi. Demak, har kechqurun Akbar mashq qiladi. Bu mashq uning tanasi uchun, lekin yuragi uchun emas. Shu mashq Samiraning qaytishi uchun shart. Lekin Samira qaytadimi? Mening bashoratim yo'q. Sababi Samira oilaning boshqa a'zolarini ham, Guljahonning so'zini ham eshitgan. Unga aytilgan qaytma, endi qaytish qiyin, lekin yuragi qaytmoqchi. Shu yurak bilan aql o'rtasidagi kurash kelasi epizodlarning markaziy urushi bo'ladi. Ikkinchidan, Shirin oilaning ichida kuchayadi. U professional sifatida Akbarning sog'lig'ini yaxshilaydi. Lekin oila unga ishonadi. Va oila ishonchining cho'qqisida Shirinning o'zi shaxsiy maqsadi paydo bo'ladi. Balki Shirin oiladan maosh oshishi, uy olish yoki Akbar bilan hamjihatlik qilishni rejalashtiradi. Va shu Shirinni yordamchidan dushmanga aylantiradi. Men bashorat qilaman, 5-6 epizod ichida Shirinning haqiqiy niyati ma'lum bo'ladi. Uchinchidan, Shohir va Samiraning aloqa oriy. Bu portlashning markazi. Shohir chaqiradi, Samira qabul qilmaydi, lekin oilada kimdir biladi. Va bilgan kishi fitna qiladi. Fitna Akbar bilan Samiraning ajrimiga sabab bo'ladi. Yoki Akbar o'zini xoin deb his qiladi. Va shu his Akbarning sog'lig'iga jiddiy zarb. Bu dramatik oqibat. To'rtinchidan, buvimning kasalligi. Buvim har gal yomonlashadi. Va Samira buvimning tanlovi. Buvim Samirani chinakam oila deb biladi. Va buvimning oxirgi so'zlari Samira uchun eng katta meros. Kelajakda buvim olamdan o'tadi. Va shu o'tish bilan oila yana bir katta sinovga kirishadi. Buvimning o'limi oilaning ma'naviy markazining qulashi. Va shu qulashdan keyin Guljahon, Farida, Ikrom hammasi o'zlarini qayta aniqlashlari kerak. Beshinchidan, Guljamol. Bu najot yoki qurbon. Mening bashoratim Guljamol o'qiydigan bo'ladi, lekin kech va qiyin yo'l bilan. Mablag' yetishmasligi tufayli Guljamol ishlaydi ham, o'qiydi ham, lekin oila buni qo'llab-quvvatlamaydi. Va shu oiladagi yana bir yorilish. Guljamol g'olibona uchun kurashning timsoli, ammo oila uni yutqizadi.
Oltinchidan, Asal. Asal Samiraning o'zi aytgan ism. Asal buvimning qizi, lekin Samiradagi Asal buvimning kichkina nevarasi. Ehtimol buvimning farzandi. Bu detal hali ochilmagan, lekin hal qilinadi. Buvim vafot etay deganda Asal nomini aytadi va shu daqiqa Samiraning ko'ngli yoriladi. E'tibor bering. Akbar va Samiraning orasida Samira kelasanmi? Savoli hali javobsiz. Bu eng og'ir yuk. Akbar buni har daqiqa o'ylaydi va Shirin har kuni qachon mashq qilamiz deb so'raydi. Akbar mashq qilishga rozi, lekin yuragida savol. Yakin epizodlarda Akbar mashq paytida to'satdan to'xtaydi va Samira deydi. Shirin esa ajablanadi va Akbar yana hamshira emas, ayol kerak deydi. Shu daqiqa Shirin uchun eng og'ir, lekin oila uchun alarm va eng katta sirlardan biri Guljahon va Faridaning o'rtasidagi yashirin ziddiyat. Guljahon Samirani chiqarib yuborishni xohlaydi. Farida esa hamshira kelishi bilan Samira qaytadi deb o'ylaydi. Ikki ayolning maqsadi boshqa, lekin ular buni hech qachon aytmaydi. Shu aytilmagan oila ichidagi yashirin frontning mavjudligi va kelasi epizodlarda bu front ochiq o'ringa chiqadi. Guljahon Faridani Samirani qaytarish kerak degan fikrni aytganda, Farida hazil qiladi. Lekin Guljahon jiddiy va shu jiddiylik oilaning ichki urushi. Esda tuting, bugun Shirin aytdi. Bugun siz bilan yaxshilab tanishib oldim va Farida, buvim bemalol keng ketaman dedi. Akbar choy ichdi. Farida Shirinning eng yaqin odami bo'lib qoladi. Chunki Farida ichida Shirin orqali kelinning qaytmasligini ko'radi va shu ko'rish Faridaga yoqimli. Shu kelajakdagi qora kelin urushining ilk belgisi. Va yana Samira qaytib kelmaydi degan fikr Guljahonning og'zida. Lekin Akbar qaytishni xohlaydi. Ikrom mashq kerak, Farida hamshira kerak, buvim qaytish kerak va shu 5 kuch o'rtasidagi keskinlik. Akbarning yuragi bitta, Samira, lekin oilaning aql 5 ta va shu 5 aql Akbarning yuragini ezadi. Kelajakda Akbar shu aqlga qarshi turadi. Lekin qaysi yo'l bilan? Men bashorat qilaman. Akbarning sakrashi, u bir kechasi uyidan chiqib ketadi va shu chiqish drama epizodining eng katta burilishi bo'ladi. Akbar uyidan chiqib Samiraning oldiga boradi. Buvim u yerda va Akbar buvim bilan gaplashadi. Va buvim Akbar uchun so'nggi maslahatini beradi va shu maslahat oila uchun ham, Akbar uchun ham ko'zguga aylanadi. Shu bugungi taxminlarning cho'qqisi va biz tomoshabinlar ekranda yuraklarimizni ushlab turibmiz. Yana bir bor eslataman, buvimning hikoyasi eng muhim detal. Kimdir buvim hikoyasini yaratdi, lekin bugun biz hikoyaning oxirini bilmaymiz. Ertangi epizodda buvim yana gapiradi va u gap oilaning qalbida yangi darvoza ochadi. Shu darvoza orqali Samira, Akbar va Shohru uchun yangi sahna ochiladi. Va biz shu darvoza oldida turibmiz. Tomosha tugamaydi. U endi boshlanadi. Shu oilada yurak shunchalik chuqur qon kechadiki, nafaqat ko'ngillar, hatto devorlarning ham nafasi siqiladi. Shifoxona xonasida Akbar o'tirar, ko'zlari yumuq, tanasi egri, yuragi esa bir o'zi qolgan. Shirin u yerda turibdi, qo'lida igna, ko'nglida savol. Guljahon eshik oldida turibdi, qaytmaydi degan qaror, bola degan mehr. Bu epizodda shu 3 narsa, yurak, igna va qaror bir-biri bilan to'qnashadi, lekin hech kim sezilmaydi. Tomoshabin esa nafasini ushlab, sahna tugaydiguncha kutadi. Va biz bugun shu to'qnashuvning tagiga, uning ostidagi yorqin, sovuq, achchiq haqiqatlarga tushib boramiz. Avvalo buvim bilan Samiraning sahnasidan boshlanay. Buvim Samirani asal qizim deb kutib oladi. Nonushpaga o'tiradi, dardlashadi. Bu epizodda yuz berayotgan eng chuqur jarohat shu yerda. Buvim o'zining bevasi o'g'lining xotini bilan, ya'ni kelini bilan yolg'iz qolmoqchi. Shu holat ikki narsani bildiradi. Birinchidan, buvim Samirani chinakam oila deb qabul qiladi. Ikkinchidan,
Oila Samiraning o'rnini doimo buvimga ana, buvim bor-ku deb to'ldirmoqchi. Lekin buvimning hikoyasi hamon eshitilmagan. Va aynan shu hikoya bugun biz uchun yurakning kalitiga aylanadi. Buvim aytadi, bir vaqtlar chimildiq tutgan edim, yuragimdan urib ketgandi. Lekin shu urush, men shu yurakni topib oldim. Samira jim tinglaydi. Ko'zlari yoshlanadi. Bu yosh Samarqandga, kimningdir kundaligiga, kimningdir yoqtirib qolgan yigitiga emas, buvimning bahoriga. Buvim umrining oxirida yosh va keksaligining orasiga qo'yilgan yashirin mehrni izhor qiladi. Va aynan shu mehr Akbar mashq qilishga rozilik berganda ko'rinadi. Akbar ham, Samira ham his qiladi. Chin sevgi yurakni davolaydi. Akbar bilan Samira o'rtasidagi masofa yana avj olgan. Akbar aytadi, men senga aytganim yo'q edi, Samira kelasanmi? Bu nafaqat savol, balki yurakni so'nggi marotaba siqish. Akbar o'zi biladi, kasal, lekin yuragi sog'. U yuragida Samirani ko'rgan. Shuning uchun hech qanday hamshira, hech qanday mashq, hech qanday igna uning davo emasligini biladi. Lekin Akbar buvimning hikoyasini eshitgach, oilaning fikrini qabul qiladi. Bu Akbar ichidagi o'zgarishning belgisi. U endi Samira deydigan bola emas, u endi men ham o'ylashim kerak deydigan odam. Va shu o'zgarish kelasi epizodlarda qanchalik og'ir oqibatlarga olib kelishini endi ko'ramiz. Shirin hamshiraning kelishi dramatik nuqta. U professional, xotirjam, ehtiyot. Lekin oilaning ko'zlari unga boshqacha qaraydi. Guljaxon uchun u Akbarning davosi. Farida uchun u Guljamolning o'rnini to'ldiruvchi. Gulnora uchun u choy keltiriladigan mehmon. Bu uch qarash Shirinning kelajakdagi fojiaviy rolini ko'rsatadi. Shirin sekin-asta oilaning ichiga kirib boradi. Avval choy so'raydi, keyin samimiy hazil qiladi, keyin esa kasallar haqida aniq fikr bildiradi. Uning har bir harakati ehtiyot, professional, lekin oila uni oddiy mehmon deb o'ylaydi. Sato. Shirin oilaning ichki mojaroni sezmay qolmaydi. U Akbarning psixikasini o'qiy oladi. Po'latdan shekilli degan iborasi Shirinni qo'rqitmasligi kerak. U biladi, Akbar o'zini yengil ko'rsatmaydi. Lekin oila Akbar haqida nima o'ylashini Shirin juda yaxshi tushunadi. Va aynan shu tushunish kelajakda Shirinni qora roliga aylantiradi. Shirin va Akbar o'rtasidagi sahna juda nozik. Shirin qo'lida igna, ko'nglida ro'yxat. Avval so'raydi, qaysi qo'lingiz og'riydi? Keyin aytadi, kechqurun dori yaxshi ta'sir qiladi. Keyin aytadi, yaxshi choy iching. Va Oksirida bugun tanishib oldik. Bu suhbat oddiy ko'rinadi. Aslida bu Akbarning sezgisini o'lchash. Shirin Akbar bilan gaplashganda Akbar Samira so'zini aytadi. Bu Shinamning vatani emas, balki Akbarning vatani. Shirin buni darhol sezadi, lekin javob bermaydi. Va shu jimlik Shirinning chuqur aqliga ishora. U biladi, Samirani qaytarish jarayoni uning ishi emas, lekin shu bilish unga hamroh emas. Aksincha, Shirin shu bilim orqali o'zining pozitsiyasini mustahkamlashga harakat qiladi. Va shu harakat oila ichidagi ziddiyatning yangi qatlami. Ikromning roli ham ahamiyatli. Xabar keldi, hamshira soat 4 da bo'ladi dedi. Bu oddiy xabar emas. Bu Ikromning o'yinida bir qadam. U oilaga hamshira keltirgan. Nima maqsadda? Avval aytgandayman. Ikrom ne yondosh rolida. Lekin bugun u boshqacha ko'rindi. U Akbar mashq qilmaguncha Samira qaytmasligini aniq tushuntirdi. Bu Ikromning o'zi emas, balki butun oilaning fikri. Lekin Ikrom bu fikrni aniq, professional, doktorona tarzda aytdi. U Akbarning otasi yoki amakisi bo'lsa ham, u oilaning ichidagi oliy instansiyaga yaqin. Shuning uchun uning har bir so'zi qonun va shu qonun Akbar mashqqa rozi bo'lishini ta'minladi. Lekin Akbar roziligining zamirida nima bor? Yana buvimning hikoyasi. Ikrom buni bilsa kerak, lekin ko'rinmaydi. Bu dramaturgiyadagi yana bir yashirin chiziq. Endin biznes, Guljamol. Bu eng e'tiborsiz, eng kam gapirilgan, lekin eng ko'p azob chekkan qahramon.
Avval u o'qimoqchi edi. Buvim oila. Hatto Farida ham aytdi, o'qisin. Lekin bugun nima bo'ldi? Farida aytdi, hamshira bor, sen uyda bo'l. Uning xohlaganini muhayyo qil. Bu Guljamolning o'qishi tugaganini anglatadi. Guljamol endi Shirinning yordamchisi, choyini damlovchi, kiyimini tayyorlovchi. Bu uy xodimining tug'ilishi va Guljamol yosh qiz. Uning o'qishi oilaning kelajakdagi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyati. Lekin oila buni tushunmaydi yoki tushunadi, lekin e'tibor bermaydi. Faridaga kerak bo'lgan narsa Akbarning sog'lig'i. Agar hamshira yordam bersa, Guljamolning o'qishi pauza bo'ladi. Va shu pauza oilaning iqtisodiy va ma'naviy qashshoqligining belgisi. Guljamol chekka nuqta. Lekin kelajakda Guljamol o'rnidan turadi. Qachon? Qachonki oila hamshiradan voz kechadi yoki Akbar sog'ayib Shirinni kerak emas deydi. Shunda Guljamol yana o'qishga kirishadi. Lekin u yerda yana yangi drama. Guljahon va Farida o'rtasidagi munosabatlar yana chuqur. Guljahon buvimning qizi yoki singlisi, oilaning yuqori qatlami. Farida kelinning qaynisi, o'rta qatlami. Ikki ayolning o'rtasida aniq ziddiyat bor. Guljahon Samira qaytmaydi degan qarorni qabul qilgan. Farida esa hamshira kerak, qiz o'qisin degan fikrni ilgari surgan. Bu ikki qaror bir-biriga zid. Lekin farq shu, ikki ayol ham o'zining pozitsiyasini aytadi. Hech kim boshqasini eshitmaydi va shu jim urush oilaning ichki arxitekturasini ko'rsatadi. Guljahon ona rolida o'ynaydi. Farida menejer rolida. Ikrom murabbiy rolida. Shirin professional rolida. Guljamol qurbon rolida. Samira yurak rolida. Akbar bola rolida. Buvim xotira rolida. Va bu rollar kelajakda almashinadi. Kimdir yurakni tark etadi, kimdir xotiraga aylanadi, kimdir qurbondan qatlga aylanadi. Shu epizodning eng nozik, eng ko'p e'tibordan chetda qolgan joyi Shohru sahnalari. Bu yigit bugun ehtirosga to'la uchrashuvlarga chorlaydi. Avval bugun kechqurun 9larda bo'ladimi deydi. Keyin yana qo'ng'iroq. Samira qaytib kelaman deydi. Bu oddiy ishqiy munosabat emas. Bu oilani buzish uchun uyushtirilgan taktik. Shohir kim? U oilaning tashqarisidagi odam. U Samirani sevadi, lekin Samiraning o'zi Akbarda. Shohir Samirani o'z izmiga tortmoqchi va uning maqsadi Akbar bilan Samira o'rtasidagi ko'prikni buzish. Bu dramaturgiyadagi eng katta tahdid. Lekin Shohir birinchi marta ko'rinmaydigan, lekin har bir daqiqa ta'sir ko'rsatadigan kuch. Va Faridaga ham, Guljahonga ham Shohir tanish. Farida Shohru qizi emas, o'qishi kerak degan gap psixologik himoya. U oilaning qizi bilan yashirin munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan yigitni rad etadi. Lekin ayni shu rad Shohirning jasoratini oshiradi. E'tibor bering, Shohir Samarqanddan tilga olindi. Samarqandda yoqtirgan yigit bu Samiraning kundaligidagi yozuv. Demak, kundalikka Shohirning ismi yozilgan. Bu ma'lumot hali hech kim bilmaydi, lekin u yaqin orada fosh bo'ladi. Fosh bo'lganda Akbar qaqshaydi, Guljahon quvonadi. Farida esa men aytdim-ku deydi. Va shu fosh butun serialning burilish nuqtasi bo'ladi. Shu paytda Samira qaysi yo'lni tanlaydi? Shohir bilan qochishmi yoki oilada qolishmi? Mana shu dramatik savol. Va buvim sahnasida yana bir yashirin ma'no bor. Buvim chimildiq haqida hikoya qiladi, lekin Samira jim. Buvimning eshitishni ham, ko'rishni ham, his qilishni ham istagan narsasi Samiraning jimligi. Buvim o'zining yoshligini Samira orqali qaytarmoqchi. Buvimning chehrasi, ko'zlari, qo'llari hamma joyida xotira. Bu go'zal, lekin og'riqli. Va buvimning sabr-toqati butun oilaning moddiy sabr-toqatining ramziga aylanadi. Bu o'limining yaqinligi, lekin buvimning o'zi bilmaydi. Bu epizodda Shirin aytgan "Bugun siz bilan yaxshilab tanishib oldim" degan gap Shirinning Akbarga nisbatan muloyimligi. Lekin shu muloyimlik Shirinning qalbida ham joy borligini ko'rsatadi. Shirin ham ayol. U kasb bilan yurakni birga olib yuradi. Va shu
Shirinning kelajakdagi ichki mojarosi. Ya'ni Shirin yaxshi pul topadi, uyda yaxshi yashaydi. Oila ham Shirinni qabul qiladi. Lekin oxirgi daqiqada Shirin oila ichidagi sirni fosh qiladi yoki oiladan shikoyat qiladi. Bu hali noma'lum, lekin ehtimoliy. Va men qaytaman Guljamol haqida. Bu oilaning eng yorqin, eng ozod qahramoni. Avval aytdim, endi u uy qiladi, lekin u orzu qiladi. Orzu, o'qish, kasb, hayotga kelish. Orzu, lekin oila bu orzuni bir lahzada o'ldiradi. Nima uchun? Chunki oiladagi eng muhim narsa uydagi bemor. Bemor tezroq tuzalsin. Shuning uchun Guljamolning o'qishi ikkinchi darajali. Lekin epizodda Guljamolning ko'ngli ko'rinadi. U stolda kitob qo'ygan edi, lekin ular kitobga qo'l urmaydi. Bu oilaning bilimsizligi. Va shu bilimsizlik ularning kelajagi ham. Kelajakda Guljamol o'qimagan bo'lsa, oila ham o'sha yerda qoladi. Hech qachon yuqoriga chiqolmaydi. Keling, endi asosiy taxminlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, Akbar mashqni jiddiy boshlaydi. Bu sekin, lekin uzoq jarayon. Shirin aytdi, kechqurunna mashq yaxshi. Demak, har kechqurun Akbar mashq qiladi. Bu mashq uning tanasi uchun, lekin yuragi uchun emas. Shu mashq Samiraning qaytishi uchun shart. Lekin Samira qaytadimi? Mening bashoratim yo'q. Sababi Samira oilaning boshqa a'zolarini ham, Guljahonning so'zini ham eshitgan. Unga aytilgan qaytma. Endi qaytish qiyin, lekin yuragi qaytmoqchi. Shu yurak bilan aql o'rtasidagi kurash kelasi epizodlarning markaziy urushi bo'ladi. Ikkinchidan, Shirin oilaning ichida kuchayadi. U professional sifatida Akbarning sog'lig'ini yaxshilaydi. Lekin oila unga ishonadi. Va oila ishonchining cho'qqisida Shirinning o'zi shaxsiy maqsadi paydo bo'ladi. Balki Shirin oiladan maosh oshishi, uy olish yoki Akbar bilan hamjihatlik qilishni rejalashtiradi. Va shu Shirinni yordamchidan dushmanga aylantiradi. Men bashorat qilaman, 5-6 epizod ichida Shirinning haqiqiy niyati ma'lum bo'ladi. Uchinchidan, Shohir va Samiraning aloqa oriy. Bu portlashning markazi. Shohir chaqiradi, Samira qabul qilmaydi, lekin oilada kimdir biladi. Va bilgan kishi fitna qiladi. Fitna Akbar bilan Samiraning ajrimiga sabab bo'ladi. Yoki Akbar o'zini xoin deb his qiladi. Va shu his Akbarning sog'lig'iga jiddiy zarb. Bu dramatik oqibat. To'rtinchidan, buvimning kasalligi. Buvim har gal yomonlashadi. Va Samira buvimning tanlovi. Buvim Samirani chinakam oila deb biladi. Va buvimning oxirgi so'zlari Samira uchun eng katta meros. Kelajakda buvim olamdan o'tadi. Va shu o'tish bilan oila yana bir katta sinovga kirishadi. Buvimning o'limi oilaning ma'naviy markazining qulashi. Va shu qulashdan keyin Guljahon, Farida, Ikrom hammasi o'zlarini qayta aniqlashlari kerak. Beshinchidan, Guljamol. Bu najot yoki qurbon. Mening bashoratim Guljamol o'qiydigan bo'ladi, lekin kech va qiyin yo'l bilan. Mablag' yetishmasligi tufayli Guljamol ishlaydi ham, o'qiydi ham, lekin oila buni qo'llab-quvvatlamaydi. Va shu oiladagi yana bir yorilish. Guljamol g'olibona uchun kurashning timsoli, ammo oila uni yutqizadi. 6-dan, Asal. Asal Samiraning o'zi aytgan ism. Asal buvimning qizi, lekin Samiradagi Asal buvimning kichkina nevarasi. Ehtimol buvimning farzandi. Bu detal hali ochilmagan, lekin hal qilinadi. Buvim vafot etay deganda Asal nomini aytadi. Va shu daqiqa Samiraning ko'ngli yoriladi. E'tibor bering. Akbar va Samiraning orasida Samira kelasanmi? Savoli hali javobsiz. Bu eng og'ir yuk. Akbar buni har daqiqa o'ylaydi va Shirin har kuni qachon mashq qilamiz deb so'raydi. Akbar mashq qilishga rozi, lekin yuragida savol. Yakin epizodlarda Akbar mashq paytida to'satdan to'xtaydi va Samira deydi. Shirin esa ajablanadi va Akbar yana hamshira emas, ayol kerak deydi. Shu daqiqa Shirin uchun eng og'ir, lekin oila uchun alarm.
va eng katta sirlardan biri Guljahon va Faridaning o'rtasidagi yashirin ziddiyat. Guljahon Samirani chiqarib yuborishni xohlaydi. Farida esa hamshira kelishi bilan Samira qaytadi deb o'ylaydi. Ikki ayolning maqsadi boshqa, lekin ular buni hech qachon aytmaydi. Shu aytilmagan oila ichidagi yashirin frontning mavjudligi va kelasi epizodlarda bu front ochiq o'ringa chiqadi. Guljahon Faridani Samirani qaytarish kerak degan fikrni aytganda, Farida hazil qiladi. Lekin Guljahon jiddiy va shu jiddiylik oilaning ichki urushi. Esda tuting, bugun Shirin aytdi. Bugun siz bilan yaxshilab tanishib oldim va Farida, buvim bemalol keng ketaman dedi. Akbar choy ichdi. Farida Shirinning eng yaqin odami bo'lib qoladi. Chunki Farida ichida Shirin orqali kelinning qaytmasligini ko'radi va shu ko'rish Faridaga yoqimli. Shu kelajakdagi qora kelin urushining ilk belgisi. Va yana Samira qaytib kelmaydi degan fikr Guljahonning og'zida. Lekin Akbar qaytishni xohlaydi. Ikrom mash kerak, Farida hamshira kerak, buvim qaytish kerak va shu 5 kuch o'rtasidagi keskinlik. Akbarning yuragi bitta, Samira, lekin oilaning aql 5 ta va shu 5 aql Akbarning yuragini ezadi. Kelajakda Akbar shu aqlga qarshi turadi. Lekin qaysi yo'l bilan? Men bashorat qilaman. Akbarning sakrashi, u bir kechasi uyidan chiqib ketadi va shu chiqish drama epizodining eng katta burilishi bo'ladi. Akbar uyidan chiqib Samiraning oldiga boradi. Buvim u yerda va Akbar buvim bilan gaplashadi. Va buvim Akbar uchun so'nggi maslahatini beradi va shu maslahat oila uchun ham, Akbar uchun ham ko'zguga aylanadi. Shu bugungi taxminlarning cho'qqisi va biz tomoshabinlar ekranda yuraklarimizni ushlab turibmiz. Yana bir bor eslataman, buvimning hikoyasi eng muhim detal. Kimdir buvim hikoyasini yaratdi, lekin bugun biz hikoyaning oxirini bilmaymiz. Ertangi epizodda buvim yana gapiradi va u gap oilaning qalbida yangi darvoza ochadi. Shu darvoza orqali Samira, Akbar va Shohru uchun yangi sahna ochiladi. Va biz shu darvoza oldida turibmiz. Tomosha tugamaydi. U endi boshlanadi.